sog'lom hayot, sog'lom turmushdamiz. Uncha nima qilish kerak desa, sodda o'ynaymiz. To'g'ri o'qitishimiz kerak. Domla qisqachaga maktabning hurmatining kun tartibini Organizmning sog'lom bo'lishi uning to'g'ri ovqatlanishga bog'liq. Bundan biz bugungi taom mahsulotlari organizm tuzilishini ta'minlaydi. odatda 10 yoshdagi bolalar bo'yi 1.9 sm bo'lishi kerak. Shu sport bilan har doim shug'ullanish o'zi uchun har tarafdan energiya, har tarafdan motivatsiya bo'ladi. Bir kunda o'rtacha bajaran 200 km kerak. Biz hammamiz iste'mol qiladigan fast-foodlar, ya'ni burger, hot-dog, kartoshka kabi mazali deb o'ylayotgan taomlarimiz aslida biz uchun juda ham zararli hisoblanadi. To'g'ri edi. Chunki osh qilib olib, o'zimiz hamma joyda mavjud. Bunday yozishingiz kerak bo'ladi. Bunda har bitta qator o'quvchilari guruh o'qishlarishi talab etiladi. Ichak kasalliklarining 65% ifloslangan qo'llar orqali insonlarga zarar yetkazadi. Ertalablanishlar, badan tarbiya, undan keyin sog'liq ehtiyojlari. Bu 68, bu 80 atrof bo'lishi. Hammaga rahmat olsun. Sog'lom, yaxshi. Rassinga